Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz Qo'qonda Bog'dod degan joydamiz. Yana bir xonadonimizni tunakafon ishini boshlaganmiz. Hozir sizlarga boshlanish jarayonlarini ham ko'rsatib o'taman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Ishlarimiz yoqayotgan bo'lsa, anaqa layklar tirs etib bosib qo'yaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlar, obzorimizni ko'cha tomonidan boshladik. Qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilib berishga harakat qilaman. Qilayotgan ishlarimizni xudo xolasa hozir Qo'qonda Bog'dod degan joyda tunakafon ishimizni boshlaganmiz. Bu xonadonimizda ko'cha o'stirma shapkasi bor. Shunaqa 2 etajga o'xshagan joy. O'stirma shapkasini qilib beramiz va darvozasini tepasini darvozagacha olib tushamiz. Polni tarnov qo'yib beramiz. Ichkari tomonlarini ham tarnovlarni qo'yib beramiz. Hozir ichkari tomonlarini ham ko'rsatib o'taman. Bu darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamizni ham xudo xolasa chiroyli fasonlardan, go'zal fasonlardan birida qilib beramiz. Va ichkari o'stirma shapkalarimiz bor. Ichkari o'stirma shapkalarimiz chekadan, narigi chekadan, burchakdan narigi chekagacha bo'ladi. Polni tarnov qo'yiladi. Bu duolni tepa tomonlari ham polni yopiladi. Gipsokarbon turibdi. Gipsokarbon qorini tepasi ham yopiladi. Patolog qayergacha tushsa, uni pasti ko'rib bo'lib yopilib ketadi. Bu tomonlarimiz ham polni bu joyimiz ham yopilib ketadi, ko'rib bo'lib va bu joylarimiz ham qilinadi. Xudo xolasa bu joylarimizga ham tarnovlar qo'yib beramiz. Tunakadan polni обшивать qilib beramiz. Bu tomonimizda ham tarnovi bor. Tarnovidan tashqari tunakasini ham qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jam xarajat ichida qilib beramiz. Unda tushunarsiz bo'lmasligi uchun tushuntirib o'taman tushunmagan yurtdoshlarimizga. Faqat bu joyimizda masalan tarnov bor. Tarnov agarda o'zingizda tarnov bo'ladigan bo'lsa, tarnovdan tashqari shu holati bo'lsa, polni hamma yo'g'ini olib kelib, listimiz 4 xil listimiz bor. 03 bor, 035, 037, 04 listimiz bor. Shuning uchun 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz deymiz. Shuni ichida masalan 130 mingdan dogovor qiladigan bo'lsak, tarnovdan tashqari, kosmosimizdan tashqari hamma yo'g'ini olib kelamiz. Lesa, usta haqqi, reyka, samarez, tunaka, xullas hamma yo'g'ini olib kelib, vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Vodiydan tashqariga kelishilgan holatda qilib beramiz. Iloji bo'lsa, yurtdoshlarimiz mana shunaqa tarnovini tomni yopayotganda iloji bo'lsa shiprda bir 6-7 sm reykadan chiqarib turib ko'rsatib o'tay. Xuddi shunaqa holatda. Shu yerimizda ham bir 7-8 sm bor. Shilipga qo'ygandan keyin 6 qoladi. Tarnovni o'rtasiga to'g'ri keladi. Iloji bo'lsa, agarda imkoniyati bo'lsa, tarnovni qo'ymasdan o'tib ketsanglar, faqat shipr qo'yib, keyin masalan tunakafon qiladigan bo'lsak, tunakafonni keyin tunakafondan oldin tarnovni chiroyli qilib, go'zal qilib qo'yib turib, tunakafonga moslab, shundan keyin tunakafon qilsak, xudo xolasa o'ta go'zal bo'ladi. Agarda masalan tomchi akalarimiz tarnovni qo'yib ketamiz degan misol maslahatni beradigan bo'lsa, tarnovni faqat oldinga o'xshab misolda ko'tarib turib, o'rtasidan tepaga ko'tarib, mayoqqa uklon, unaqa qilmasdan bir tomonga uklon qilib qo'yaveraylik. 1 sm, 2 sm suv ketaveradi o'zini yo'lini topib, chig'anaq qo'yganimizdan keyin suv o'zini yo'lini topib ketaveradi. Faqat o'rtadan pastga tushirib, tepaga ko'tarib, shunaqa uklon qilmaylik. Tunakafonimizga zarar qilib qoladi. Ko'rinishda jichaliga bir ko'ngildagidek chiqmay qoladi. Imkoni bo'lsa, tarnovni qo'ymasdan ketsak, polni tarnovini qo'ysak, agar biz o'zimiz qo'yishimiz uchun aytmoqchi emasman men buni. Tarnovini mana shu holatda bo'ladigan bo'lsa, tarnovini hozir qo'yadigan bo'lsak, biz chiroyli qilib tarnov qo'yamiz. Keyin shunga moslab tunakafonimizni qilib ketamiz. Oldin tunakafon bo'lmagan DVP fanera masalan nimadir bo'lgan bo'lsa, unda endi unaqa bir 2-3 sm uklon qilib qo'yadigan bo'lsa, unda bilinmagan. Hozir tunakafon standart peshonali bo'ladi. Misol qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar standart bo'ladi. Uklonlar bilinib qoladi. Shuni evaziga iloji bo'lsa shu paytda tunakafon qilayotganda olib kelib bersangiz, o'zingiz misol sotib olib olib kelib beradigan bo'lsangiz, biz xizmat haqqimizni bersangiz qo'yib beramiz. Agarda
bizda hamma yo'q mavjud. Agar hamma yo'g'ini shilipkasini, misol tarnovini, vodostoykasini misol olib keling desangiz, biz olib kelib qo'yib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa sizlarga bitgan jarayonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.